Agar siz bu sanada tug'ilgan bo'lsangiz, hech qachon sportdan voz kechmang. Tug'ilgandan beri energiya yetishmaydigan insonlar bor va jismoniy faolliksiz ular hech qanday natijaga, ya'ni rezultatga erisha olmaydi. Qanchalik urinmasinlar ham, qanchalik ishlamasalar ham, ular uchun beharakatsizlik, hamma narsa sekinlashadi. Pullar kelishni to'xtatiladi, maqsadlarga yetishmaydi, maqsadlarini oxirigacha olib borolmaydi va vaziyat yanada ham yomonlashadi. Chunki ularning energiyasi sport orqali, jismoniy mashqlar orqali faollashadi. Ular har doim muntazam ravishda sport bilan, mashqlar bilan shug'ullansalar, boshlasalar, ularda shu zahoti resurslar paydo bo'ladi va aniqlik paydo bo'ladi va motivatsiyalarga ega bo'lishadi. Va darhol ularga yangi imkoniyatlar ochiladi. Agar ular sportdan voz kechsalar, ya'ni to'xtatib qo'ysa, sportni, mashqni, jismoniy mashqni, disiplinani to'xtatib qo'ysalar, ularda shu zahoti orqaga hamma narsa rezultatga kela olmaydi, orqaga qaytadi, ya'ni откат nazar bo'ladi. Shuning uchun sport ular uchun figurani to'g'rilash uchun emas. Ularga katta imkoniyatlar, katta pullar kelish uchun. Bu insonlar shu sanada tug'ilganlar: 4-da, 13-da, 22-da va 31-da va 7-da, 16-da va 25-kunlarda tug'ilgan insonlar. Energiyangiz haqida bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga sovg'a so'zini yozdirib qoling. Men sizga sizni tug'ilgan kuningiz sanasi bo'yicha razbor qilib jo'nataman.